Yangi qaror. Endi fuqarolarga 1 million so'mdan pul beriladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosishni unutmang. Kimlarga tabiiy gaz to'lovlari uchun moddiy yordam beriladi? 2025-yildan boshlab ayrim ehtiyojmand oilalarga tabiiy gaz to'lovlarini qoplashda davlat tomonidan moddiy yordam beriladi. Bu tartib ko'pchilik uchun yangilik bo'lganligi bois quyidagi yordamdan kimlar foydalana olishadi va uning qanday tartibda amalga oshirilishi haqida qisqa ma'lumot berildi. Prezidentning 2025-yil 2-apreldagi 134-sonli qaroriga muvofiq gaz to'lovlari uchun kompensatsiya quyidagilarga beriladi. Ijtimoiy himoya yagona restori orqali bolalar nafaqasi, moddiy yordam oluvchi oilalar, kambag'al oila restorga kiritilganlar, restorda mavjud bo'lmasa-da oila a'zolarining jon boshiga to'g'ri keladigan, daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 baravardan oshmaydigan oilalarga to'lovlardagi farqni qoplash ko'rinishida beriladi. Iste'mol mavsumida oyiga 250 kub metrgacha, mavsumdan tashqari davrda esa 150 kub metrdan ortiq sarflagan qismi bo'yicha narxlar orasida farq davlat tomonidan qoplab beriladi. Ushbu tartib 2025-yil 1-maydan 2027-yil 1-aprelgacha amal qiladi. Shuningdek, 2025-yil 2026-yilgi isitish mavsumida restorlarda bor oilalarga mahalla yettiligi tomonidan muhtoj deb belgilangan, ammo restorga kiritilmagan oilalarga esa 1 million so'm miqdorida bir martalik yordam puli beriladi.